Assalomu alaykum. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana bugungi yangi partiya tushdi Isroil akamizga. Shular bir boshdan syomkasini yoritib beramiz. Bugungi aka nechta partiya, nechta soni buni? Bugungi 3 partiya qo'yamiz. 3 partiya. 3 partiya bo'g'oz so'lig'i hammasi aka. Bo'g'oz so'lig'i emas. Birinchi partiyaga soni 30 dona. Bu 30 dona. 30 dona. 30 dona mana akalar ko'rishlari mumkin. Qo'ylar hammasi naq bo'g'oz-a? Naq bo'g'oz birinchi, ikkinchi qoringa. Birinchi, ikkinchi qorin. Asosan ikkinchi qoringa beriladi. Asosan 4 tish. Asosan 4. Asosan 4 tish. 6 tish ham bo'lishi mumkin, 2 tishlari ham bor. Qo'ylar ko'ringlar obunachilar. Qo'yni haqiqiy zo'rdan boqmoqchimisiz? Mana haqiqiy zo'ri keldi mana. Qirg'izistondan o'tganlar bular hammasi. Xudo xolasa Qirg'iziston 5 yil qo'ylar aka, behijolat kelib ko'rib olib olishaveradi. Qirg'izistondan o'tgan mana haqiqiy tozasidan zotga tavsiya qilaverasiz. Bunday bir qator yuzlarga e'tibor beringlar obunachilar. Birorta bir hashakisi yo'q. Hammasi zo'r qo'yiladi, bir-biridan zo'r. Birortasini ushlab ko'rsatib qo'yinglarchi. Yuziga e'tibor bering obunachilar mana. Haqiqiy tiniqdan mana. Ko'pinchalik tashkillik akalar juda alik qilishibdi buni qo'ydi. Asli hammaga yarashadi-yu, prosta tashkillar ko'proq qiziqishadi bunga. Qo'ydi, yoshini ham ko'rib qo'ying. Birinchi qoringa Xudo xolasa. Bo'ylari necha santimetr? Bo'ylarimi 85 dan 90 gacha olishaveradi. 85 plyusda. 85 plyus meshidan. Endi quyuq suyuq aka. Ha, quyuq suyuq. Mana bir boshdan o'tyapti obunachilar. Soni 30 dona. Bo'ylarini mana, buni qo'ylar ham yaxshi. 90 chisa kerak, Isroil aka mana shu qo'ylar. 90 lar ham chiqadi. Plyuska olishsin bo'ldi. Metrlab sotmaymiz. Shunaqa aka. Emas. 85 plyuska olishaveradi. 90 chiqib qolsanglar bor, bu vaqt qo'shadi, xursand bo'lishadi. Ag'a ularga bonus. Ha, bonus. Ust qismi ham mana qo'ylar, 50 ligi ham, yo'g'onligi ham o'ta baquvvat qo'ylar ekan. Eng asosiysi so'z toza. Bir so'z bilan aytganda yaxshi qo'y. Obunachilar, yangi partiya. Bu soni 30 dona. Narxi necha pulda? Hammasini bir joyga olishsa aka. Bir yerga olishsa narxini sensatsiya qo'yamiz. Necha puldan aka? 7 million 500 dan ketaveradi. Yana o'tib berasizmi obunachilarga? Xayri bormi axir? Telefon qilsam, ish bitadi, xudo xolasa. Qo'y ko'pga, 2 ta oshroq qo'yimiz bor, sariq, qora, hammasidan bor. Telefon qilsa ish bitadi. Obunachilar mana 7,5 million so'mdan hop, Optimga 30 tasini bir joyga olaman degan obunachilar yana xayri kami bor. Bor. Mana bu ichidan bitta shuyvanka qo'ydi, ko'rsating. Mash qo'ylar 7,5 dan. Shu ham borta ichida, Ular ham bor. Mana mash tomonda shunday ajrab qo'yganda, menga ko'rsatib, qo'ydi ichida qo'y ko'rinmaydi. Shunaqa, qo'y soni ko'p. Qo'y soni ko'p ko'rinmaydi. Mana mash qo'ylardan ko'rsating. 7,5 ga Optim tishlab shu ham ketaveradi. Buni ham bolalarga 8,5 sizda sotiladi. Misolda, endi Optimni ichida ketaveradi. Ichida ketaveradi. Bu bunaqadan bitta emasda mana. O'zi qo'ylar zo'rini yig'ib qo'yibsiz Isroil aka. Hali bitta torsangiz yana biridan biri zo'r chiqaveradi aka xullas. Bundan keyingi xudo xolasa arzonroq yana keyingi partiyalar ko'rsataveramiz. Mana shu qo'yim va shu udoy qo'ygan obunachilar menga yoqdi. Misol uchun kimda sharoit bo'lsa hammasini olishni tavsiya qilaman. Obunachilar keyingi partiyamizga naqidan qidiryapti turuvdingizmi? Mana yetib keldi. Soni nechta Isroil aka buni? Ikkinchi partiya. 20 ta. Soni 20 dona. Yoshlari qanaqa? Yoshlari 2-4. 4 yoshlar, ha? Bo'ylari necha santimetr? Bo'ylari 85-90 gacha. Soni-chi? Soni 20 ta. Soni 20 ta. Hammasi naq bo'g'oz. Hammasi naq bo'g'oz aka, xudo xolasa yaqin, buni ichida yaqinlari ham bor. Yaqin xudo xolasa. Mana bu jonivar tur. Odam gullari ham bor ekan mana bular. Mana aka, yerini ham ko'rsatib qo'yam. Yerini ham qizyapti. Buning ichida yaqinlari ham bor. 4 kishi ekan. 4 kishi mana obunachilar. Ikkinchi qoringa. Qo'ylar xudo xolasa hammasi yaxshi. 4 dona bodam guli bor ekan obunachilar mana. Bo'ylari yirik lekin. Keyingi partiyaga nisbatan oriqroq variant ekan obunachilar. Dangalni aytaverish kerak-da buni. 90 dan kam chiqmaydi mana shu qo'ylar. 96 ham chiqadi. Prosta aybi yemagan. Tagi ham bor mana obunachilar. Bu ham 4 kishi ekan. Bu ham 4. Bu ham 4 kishi. Qo'ylar lekin tozasi. Isroil aka yaxshi qo'ylar kelibdi aka. Xudo xolasa aka, xalq uchun bu ro'za ichi, ro'za namozda yaxshi oyda turaylar mana shu qo'ylarni
xalqimizga yetkazib berish maqsadimiz. Bo'ldi aka, bu ro'za oyi misol bonuslari bormi aka? Pulidan bonus qilib, xayr qilib sunnatiga o'tib beramiz. Nech pul aka endi pulita? Bo'ladi. Hammaga. Bo'ladi degan narxini aytaymi? Ha. 7 million olsin. 7 million demang aka. Bonusi bo'ladi-yu aka. 7 milliondan arziydi uka, 7 milliondan qo'y. Arziydi aka 7 milliondan, lekin xayri kami bo'lish kerak aka. Bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib, otanga rahmat deb komment yozib qo'ysa 6 million 800 dan ketdi uka. Mana obunachilar. Mana obunachilar talashib tortishib mana 6 million 800 ming so'mga tushirdik. Sizlar uchun like bosib, kommentariyada o'zlaring fikrlarini qoldirib turinglar. Bundan keyin yaxshi shunaqa chiroyli so'lg'ular chiqarish davom etamiz. Sizlar uchun xizmatdamiz. Dolasa bu o'sha 20 tani olaman deganga 68 yana o'tib berasiz aka. O'tib beraman. Chiroylab sunnatiga yirik o'tib beraman. Dastlabkamiz qayergacha aka? Bizni Karmaniyada. O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab. Bitta olsa ham. Bitta olsa ham yetkazib beraman. Mana obunachilar, yuz tuzilishlariga ham e'tibor beringlar. Pelisi bo'ladi. Nimaga endi u Dastlabki hisobiga. Dastlabki Xorazmda turib edi. Bitta qo'ygan misol 500 mingga 1 million tushdi-da. Shunaqa aka. Endi u sal hisobi bor. Shunaqa tanlagan qo'ylarga qarab obunachilar, bitta olsalaring ham dastlabkamiz bor. Bemalol telefon qilaverasizlar. Oborib berish xudolasa o'ylamanglar. Yetkazib beramiz. Qo'ylardan bir qator tashisa bo'ldi, qo'y boradi. Mash qo'y yo'qdi bitta screenshot qilib, bitta lokatsiya tashisa, qo'y boradi. Borgandan keyin pul so'rashaveradi-ku. Xotirjam. Agar imkon bo'lsa, kilik kartalarni tashlaymiz. 500 ming 1 million qo'llarni imkonlari boricha tashlab berishadi, zakalat jo'natib beramiz. mana eshitdilar akamizning gaplarini, lekin qo'ylar haqiqatan yaxshi. Sifat bo'yicha ham, sort bo'yicha ham yaxshi qo'ylar. Yaxshi qo'y har doim yaxshi pul bo'ladi. Shu yerda gap ochig'ini aytaymi? Mendan katta savdogar bo'lsa, bu narsani faqat dollar boshlaydi-da. Shunaqa aka. Gap ochadi, men qarang. Sen so'mda qo'yib berasan. Hozir nasl qilib olisham, u quloqni ham, yuzlarni ham ko'rgan. Tiniq qo'y. Obunachilarimiz mashina olib tavsiya berilaveradi, mashinaga qo'yiladi, maza qilishadi. Hammasi shunaqa. To'lasi hammasi shunaqa. Ichidan bir dona ko'rsatildi xolos, bunaqadan ko'p mana. 19 ta turibdi akalar. Qo'ylar zo'r lekin. Bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Bundan keyin ham bormi aka? Bundan keyin ham qop-qora keshtillar. Qoralari naxlardan bor-a? Zo'rlar. Mana obunachilar keyingi partiyamizga qoralardan, to'y deb turganidan, naqidan qidiryaptilarmi mana. Yetib keldi. Soni nechta Siril aka? Soni 11 ta. Soni 11 dona mana. Yoshlari qanaqa aka? Yoshlari bizda har doimgidek 2-4 kelib, ochib olib ko'rishaveradi shuni. 8 tishiga medalagani yo'q-a? 8 tish yo'q. Bu so'rash bitta olaqishqamiz bor, 3-qoringa. 6 tish, ha? Ha, 6 tish. Mana obunachilar ko'rishlaring mumkin. Aka bo'yi ne santimetr 11 tani? Buni bo'yi 85 plus minus olishaveradi. 85 plus minus. Obunachilar tavsiya qilib qolamiz, yaxshi qo'ylar. Suyak tomonlama ham ancha yo'g'on, yemini yeb turgan. Haqiqiy sorti toza hisorlardan kelgan mana. Endi bu narxi nech pul Sirayl aka? Bir joyga 11 tani. Buni ham 7 demoqchi edim, o'zi aslida sariqlar qo'ydi. Sariqlar bilan 6 million 800 dan ketaveradi. Dollar yana o'zlariga o'tib berasiz. O'tib beraman aka. Mana obunachilar. 6 million 800 ming so'mdan 11 tasi. Haqiqiy narxlar arzon bo'ldi. Qulay bo'ldi. Nimaga aka bu yerda optim narxda akalarimiz sotishadi. Bash qo'rada ham yengil yalib qo'yaring. Bu qo'rada bor, qo'y ko'p. Qo'ylar ko'p. Yo'q. Mana bu yerda ham 20 ta, narinda 20 ta, narinda 20 ta. 60 ta qo'y sheyda o'zida bor. Bu tomonda chiqargan sariqlarimiz. Monolar tashqarida sotish kerak, bizda qo'y ko'p. Maqsad sotish. Olaman deb martob telefon qilgan odamga chirillab sunnat ayri bilan jo'natib beraman ular yetgan. Xudo xolasa kam va xayri bor, telefon qilaverasiz. Kelishamiz, ha, kelishaversin qo'yga. 6 million 800 ming so'mdan rasprodaja mana. Olinglar. Qo'yasiz, shunda telefon qilibda lokatsiyada shunda SMS o'zgarsa bo'ladi, lokatsiya ham tushadi. Xudo xolasa lokatsiya agar Telegramda bo'lsa, telefonda so'raydi, sentriga kutib baqayib kelamiz ekan. Behijolat telefon qilsin. Xudo xolasa ishlang bitadi obunachilar, bir so'z bilan aytganda. Mana olinglar, foydalaninglar. Like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Bundan keyin tugadi-ya? Bundan keyin mana shu og'ritayapti ham. Buni tallab olishni aytaymi? Tallab olishni ham aytib ketingchi. Tallab olishni olib Tallab olishsin ham mana 6 million 800 mingdan. Obunachilar haqiqiy arzon bo'ldi. Real narx ama. Hali fake xabar emas. Xudo, u tallab oldingiz. 7 million bering, 7 million 100 bering emas.
Tella olish chunki qo'yin bir xil emas. O'zlari olib ketsa istedilar aka. Dastavka buni o'tib, yana sunnatiga kechqurun iftorlik qilasiz o'tib beriladi. Sunnat. Gap yo'q. Akalar mana like-ni bosib qo'yinglar shu joyiga. Qo'llab-quvvatlab turinglar.